Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli qarindoshlar. Bugun xabar va mulohaza programmamizni ishlaymiz. Buningda yana o'tgan haftalardan yana 2 haftaga yaqin vaqt ichida Xitoydagi bo'lgan bir cho'ng xabarlar qanday o'zgarishlar bo'layotdi. Savdo urushi, anan keyinda Mangwanzhou voqeasi, andan keyin yaqinda bo'lgan shu siyosiy o'zgarish 1-23 Venesuela degan Janubiy Amerikadagi bir davlatdagi siyosiy o'zgarishdagi avvallar bu to'g'rida qisqacha to'xtalamiz. Har birlari bilan o'zimning egallagan xabarlarini o'rtoqlashgan shaklda bir o'zimizning tushunchasini o'ttirib qo'yamiz qarindoshlar. Bu faqat men o'zimga xos tushuncham. Men bu ko'rgan xabarlarimni o'zimga loyiq shaklda bir analiz qilib, anandagi har birlari bilan bir o'rtoqlashamiz qarindoshlar. Xitoyning iqtisodiy ahvoli yana shu yil o'rgangandan tortiblam o'tgan qitimli programmamiz deganto Xitoyning iqtisodiy ahvolida nihoyat cho'ng o'zgarish va yana keyingi chekinish ig'ir. Xitoyning o'zining nihoyat jo'naqayning buning tadbir ilib nihoyat bir shaklda jiddiylashayotganligini, Xitoyning iqtisodi cho'ksa, Xitoydagi muqimsizlikqa nihoyat aniq ta'sir bo'lganligi buni hammamiz bilamiz. Buning uchun Xitoy nihoyat bir shaklda jiddiylashib, burab shu Amerika bilan bo'lgan savdo urushini bir shaklda hammaga va'da berib, bir shaklda bir to'xtatishni izlayotdi. Bu faqat bir bajularla tugaydigan ish emas ekan. Faqat savdo urushidagi Amerikaning Xitoyga Amerika keladigan mallarning baj nisbatini o'rlitishlar emas, balki Xitoyning butun dunyodagi savdo ishlarga cho'ng ta'sir qilganligini, butun Xitoydagi savdo korxonalarning Xitoydan chekinib ketib qolsa, Xitoyning eksportiga cho'ng ta'sir qilganligini, Xitoyning eksportiga tayinib hozirgidek bir iqtisodiy ahvolda kelayotganligini, ammo hozirgi iqtisodiy ahvolning yolg'on sanspirlar orqali davomlashayotganligi, bu yolg'on sanspirlarning Xitoyning yillik GDP'sining 6.9 bunda emasligini, uningdan tuvan ekanligini faqat yolg'on ma'lumot bilan pulni ko'paytirib besish orqali iqtisodni hozirgidek bir shaklda tutib turayotganligidek bir yolg'on ko'rinishlarmi bu Xitoyning iqtisodiy oxirgi chekinish bilan teng oshkorlanyotdi. Uning uchun oldimizgi kunlarda mayli oldimizdagi shu 31-islar ikkinchi qitimliq yana Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi uchrashuv 1-7 kuni Beyjingda ilib berilgan bo'lsa, 1-31 Amerikada Xitoyning muavin bosh ministri Liu He boshchiligida nimada ilib berilmoqchi Amerikada Washingtonda. Bu yerdagi savdo kelishimida qanday kelishimlar bo'ladi, qanchalik amallashalaydi, Xitoy 2024-yilga bag'acha savdo tamponligini tanglashtirib o'tamiz. Bunga nima qilamiz deyapti Amerika buni unumaqliq. Chunki 2024 yana 5 yil var degan gap. Bu şekilde yana Xitoyning vaqt jihatini ustida qoldirganligini, vaqt jihati keyinga surib, o'zining yana yolg'on yovdaq ishlarni elib berish hargiz yo'l qo'yolmaydiganligini ilgari suryapti. Endi buni keyingi kunlarda ko'ramiz qarindoshlar, qanday bo'ladi, qanday shaklda kelishim hosil bo'ladi, hosil bo'lsa qanday bo'ladi, hosil bo'lolmasa qanday bo'ladi. Bu shaklda taraqqiyotiga ishning endi yuzlarda qaraymiz. 31-islar Amerikada bir ko'rishish var. Onun qanday nimalar chiqadi uni mana shu hafta ichida bilamiz. Bu Amerika Xitoy savdo urushidagi ishlar. Agar Xitoyning ichki vaziyatida bilimiz pay chekining tuvan tushayotganligini, uy mulkchilikniki izda to'xtab keyiniga cho'kinayotganligini, uy mulkchilik silishda banklardan olgan qarzlarning qaytarilmasligini, ularning o'tgan yilga qaragan bir yil bir hassa qaytarish nisbatan bir hassa oshganligidek xabarlarni ko'rib turyapmiz, sonliq ma'lumotlarni anglayapmiz. Endi uningga qarasa yerlikning ular bizning Sharq Turkistonniki nimaniki olgan qarzning ishib ketganligini, muqimlik bazasi silinib ketgan qarzlarniki ishib ketganligini, buni
qandaq şekilde qaytırışının texe çara amallarının yo'q ekanligini, bu yerdagi iqtisodiy krizning eg'ir ekanligi yana o'tirib qo'yilyotibdi. Hani kendi mal bahasının şiddetle öskenliği bu yıl kirgenki 7 hafta boyunca o da işki Xitayning işki nimede mal bahası da üsüş bulavatqanligini 7 hafta o da. Bunun da asaslı görünərlik qo'y go'shti bilan kala go'shtininki mal bahası 48 yuandan hozirgi 80 yuanga chiqqanligi qo'y go'shtining 1 kilosiniki. İşki ülkelerde Xitayning ichidagi. Ama cho'chqa go'shtining bahasının tushganligi. Chunki cho'chqa go'shtida Afrika virusi, cho'chqa virusining ta'siri bilan Xitoyning nurg'un cho'chqalarning har yerda o'lganligi, bu cho'chqalarning faqat bu virusning Sharq Turkiston, Tibet va ichki Mo'ng'ulda bo'lmaganligi, qolgan Xitoyning ichki o'lkalarining hamma yerida bu cho'chqa virusining yamarab nurg'un cho'chqalarni o'ldirganligi xabarlarni ko'rgan qarindoshlar. Demak nima deganda Xitoyning meyli köktat olsun, meyli göç tarafta olsun, Xitayning virus sababli cho'chqa go'shtini butunlay iste'mol qilishdan qochib, nimaga yuzlanganligi, qo'y go'shti bilan kala go'shtiga. Shuning bilan va şekilde onun bilan birlikda bu bir omil. Yana bu mal bahasının shiddatli o'rilishi, hozirgi savdo nimaning ta'siri, Xitoydagi iqtisodiy tuvan tushishning ta'siridan arib qarag'ili olmaydi deb qaraymiz qarindoshlar. Şunun bilan birga ko'ktatlarning chag'onga yaqin yana o'sadiganligi, nimaninki kilosiniki ko'kmush va pomidorlarning 10 necha qo'ydan ish bitib qolganligidek xabarlarni ko'ryapmiz. Shu hamda buningda Xitoyning mayli mal bahasi olsun, mayli sizliq chag'ondan keyingi sizliq nisbati olsun. Agar chag'ongacha yoki chag'ondan keyingacha bu Amerika bilan nima qilib yoki boshqa davlatlardan mal zakaz olamasa chag'ondan keyin ishchilarni hech kim qaytarib kelmaydi. Kelinglar demaydi, xabar bermaydi. Chunki mal zakaz yo'q, uni qaytarib kelib qolsa maoshini berish kerak. Uning uchun agar zavod korxonalar Xitoyda bütün cho'ng kichik korxonalar bo'lib soni 30 milliondan ortiq angilingan korxona bor ekan. Hozir 5 milliondan 10 milliongacha korxona vayron bo'lib qopti. Yani hem de 20 milyonniki lingil taqtaqda şekilde hozirgi aniq bo'lmagan statistikaning ahvoli bu. Xitoy chunki statistikani yolg'on qilganligi uchun tam yerini og'il olmaydi. Xitoy vayron bo'layotganim vayron bo'lmadi deb o'lmadi deb turib olgan bir ishlar bo'lganligi uchun bu şekilde aniq statistikani og'il olmaydi, ama hozirgi bizning mayli kuzatishimiz olsun, mayli Xitoyning ichki jihatdagi xabarlarini ko'rishimiz olsun, mayli Xitoylarning o'zining xabarlari oshkorlashi olsun, nurg'un korxonalarning taqilib ishsizlik nisbatidan ishlayotganligini ko'ryapmiz. Hamda Xitoyning 3-oydan keyingi ahvolda agar mal zakaz qilish ehtimoli bo'lmasa, u Xitoylarni ishchilarni, dehqon ishlamchilarni chaqirib ekanmaydi. Ekanmagandan nima deganda Xitoy o'tgan yilning oxirida yezlarda o'sha yerda bir korxona yoki bo'lmasa bir narsa yaratish o'zining o'rnida. Unga nisbatan 800-900 ming yuan hukumatdan yordam puli beradiganligini dedi. Endi 800-900 ming yuan yordam pulini bir yezida 10 necha ming, 20 necha ming odam bo'lgan bo'lsa, qanchasi ola oladi buni? Qolganlari nima ish qiladi degandek savollar paydo bo'ldi qarindoshlar. Demak nima deganda ishsizlik nisbatining ta'siri bilan Xitoyda muqimsizlik paydo bo'ladi. Muqimsizlik paydo bo'lgandan keyin qanday bo'ladi deganda Xitoyning hokimiyatiga, kommunistik hokimiyatiga ta'sir yetkazadi degan. Demak, hozirgi Xitoyning ichki mayli shu nima u parxorlarni joylash shaklida ilib berayotgan shiqanxo'rning o'zining hukmronligini chingitish, o'zining yaqin odamlarini o'rtaga uzish, boshqa odamlarni o'ziga dushman kelgan qarshi tarafning odamlarini o'qitishlarnikini asosida yig'ishtirayotgan bu mezgilda chuqur o'qitishlarmi bunga bir tadbir iladi, unga qarshi harakat ilib boradi, o'zini qo'g'dash uchun urinadi umochu. Shuning uchun bu shakldagi ishlarda balkim bu ziddiyatning avib ketishi, ziddiyatning texnik keskin o'ttirg'i chiqishi namoyon bo'ldi iqtisodning chekinishi bilan teng. Ayni 103 generalning Xitoyning Xi Jinpingga yozgan xatini torlarda ko'rdik. Demak nima deganda shu yerdami
103 general bu hakimiyetni biz tikleyen, bizim atalarımız tikleyen, bu sen bu üzerinin hata siyaset yoki hata tashqi siyasetini yurgish orqali sen üzerine başkalar pul xərcləb dost izlətsə, sen pul xərcləb düşmən izləyətsə degəndək geplər bilan Xitayni şiqanxorunu agahlandırğanlığını görüb turuyatımız. Demək, Xitayning ichki ishidimi agar sen o'zing buni qilolmasang, sening o'rning qadam bor, sen ilib yetalaymiz degan. Chunki generalning qo'lida albatta buningki o'zguchlik doirasi bo'ladi, o'zguchlik nimasi bo'ladi. Hozirgi armiyasigami ta'sir qila oladigan kuch bo'ladi. Shunga Xitoyning o'tgan yildan boshlab yaqinda Xitoyning o'zining ichidagi armiyaning birdakligini saqlash uchun nihoyatda jiq izlanib jiq generallarni almashtirayotganligi shuning ta'siridan bo'layotgan deb tushunamiz qarindoshlar. Anandan keyin bu Tayvan bilan bo'lgan Tayvan xalqiga birinchi ayning 4-kuni Şiqanxorning Tayvandagi xalqiga o'qigan bir ahdnomasi, xitobnomasidami Tayvanga Jungolukni olmaydı ama Xitoy hükümeti qurol ishlatishdan yaltaymaydi degandek gap so'zlarni qilib, uningga Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen buningga bir qarshi shaklda bayonot bergandan keyin Tsai Ing-wenning davlat Tayvan ishidagi qo'llash nisbati 24% tushib qolibdi ekan. Bu gapdan keyin Tsai Ing-wenniki 35% ga ko'tarilibdi. Demak, Tayvan xalqi Tsai Ing-wenniki bu Xitoyga qarshi ilib borgan ba'zi bir radiyalari va davlat ishidagi ilib berilayotgan siyosiy faoliyatlarni qo'llash tarafdori bo'lganligi, Tayvan xalqining Xitoyning qurol ishlatimiz, Tayvanni qurol orqali ilib etamiz degandek tahdidlarga nisbatan nihoyatda g'azablanganligining bir ifodasi. Yaqinda Amerika hukumati Tayvan Tsai Ing-wenni Amerika meclis parlamentiga olib borib, u yerda bir cho'ng davlat darajalik kutilganligi to'g'riliq bir bishoratni beryapti. Balkim Amerika buningda aniq keskin o'zining maydonini ifodalab, Tayvanni qo'g'dash tarafdori ekanligida biroz keskin bir harakatlarni ilib beradigan o'xshaydi. Demak, bu Xitoyga nisbatan ig'ir bir besim bo'ladi, chunki Tayvanga urushga ocholmaydi Xitoyni. Ter taraqshtirayotgani uzoq yil bo'ldi, hammamiz bilamiz. Tayvanga urush ichib qolsa, Tayvan bilan birga Amerika va Hindiston va undan boshqa Yapon, Koreyaning macho Xitoy qarshilikqa uchraydiganligi bu aniq. Avstraliya bor. Balkim buningda chunki u Tayvanningki Tayvanlar emas, Tayvan atrofidagi dengizning bu shaklda muhimligi bo'lg'achqa buningga qarta Amerika va boshqa davlatlarning bundan qarshi turadiganligi aniq. Demak, Xitoy tajovuzlari Tayvanga bo'lgan bir shakldagi ter taraqshdimi mag'lub bo'lganligi o'ttirdi. Endi xalqaro vaziyatga qarasak, qarindoshlar, xalqaro vaziyatda Kanadadagi nimanikini qaytaydi, Meng Wanzhou'ninki Kanadalik qo'lga olingan Huawei'ninki moliya direktori demdik. Shu tataninki avvalninki yaqinda Kanadaning Amerikaga topshirib bergan, Amerikaning uni o'tkazilish uchun nimaga Kanadaga rasmiy iltimos sunilgan ahvollar, xabarlar o'tirib turibdi. Balkim bu muqimlik qilishi mumkin. Yaqinda Kanadaning shu taftish mahkamasining nimasi istifa berdim birini bo'lganda qildi. Aldingi xabarlarda. Demak, bir xatoga qilib qo'ygan yeri bor o'xshaydi. Shunga hamda bu nimada masaladami Huawei va Zhongxin shirkatlarininki jasuslik ishlarini ilib berayotganligi isbotlanib qolsa, hozir butun Fransiya, Germaniya, Avstraliya, Kanada va boshqa davlatlar buning aniq ifoda beradi. Hatto Tayvan ifoda bildirdi, Huawei'ning mahsulotlarini olmaslik, cheklash to'g'riliq. Demak, agar shuni qilib qolsa, bu 180 ming ish xizmatchisi bor ekan Huawei'ning dunyoning har qaysi yerlarida. Huawei'ning bosh direktori ekan nima dedi, odamlarimizni
qisqartamiz deb. Demak, adam qisqartdi degan gap nimaga yuzlandi degan gap. İqtisodiy krizisga yuzlandi degan gap. Chunki buning mollarini hech kim digvar qilmagan ekan, u digvar bo'lmagan ekan mahsulot ishlab chiqarolmaydi degan gap. Yoki bo'lmasa keng shaklda ishlab chiqarolmaydi, ortiq emgak kuchlarini qanday qildi degan qisqartdi degan gap. Demak, shuning bilan birga buningga nisbatan ta'siri shu shaklda bo'layotganligi. Hamda Amerikaning uni rasmiy talab qilib ekitishga uzun vaqt ketadiganligi to'g'riliq xabarlar bo'layotdi. Hamda qanday bo'lmasin, bir şekilde o TT'ni talep qilishi, uni ayaga apirib, Amerikaga apirib sotlasa, onun da Amerikaning qo'lida dalil isbot borligini, Eronga sotgan jasuslikqa doir uskunlarni borligini to'g'riliq xabarlar bo'layotdi. Buning doir ishlar oldimizgi kunlarda shu oyning oxiri va 2-oyning 5-iga texmo aniq bo'lishi mumkin qarindoshlar. Buni qisqa bitib ketkim keldi. Ana kendim bu Venezuela degan davlatdagi, Janubiy Amerikadagi siyosiy o'zgarishning ta'siri Xitoy qanday bo'ldi deganda, Xitoy nihoyat ig'ir bo'layotdi. Men bilgandek 1-23-kuni nimada Venezuela degan davlatda keng ko'lamli xalq o't qo'zg'alib nimaga chiqib, ko'chalarga chiqib namoyish qildi. Namoyish qilib hozirgi hukumatni buni istifa berishga, taxtdan tushib ketishga zo'rdi. Chunki davlat bek qarziga putib ketgilik, pul paxalliq ig'ir, bir nimani 1 kilo binasini 83 mingga dedimi bir bananni. Aşında aladigan şekilde bo'lib ketganligi. Xalqning ochsiz durg'ay yerlarda siz qolgan. Ammo bu davlat bir neft ishlab chiqaradigan, naydi bir neft zapsi mol bir davlat ekan, Janubiy Amerikadagi. Ammo O'rta Sharqdagi qaraganda neft qidirib nesi bek tez emas, cho'nqur, jiq pul ketadi demakchi. Masalan, O'rta Sharqda 2 kilometr yerdan neft olgan bo'lsa, mana 10 kilometr yerga tushadi ekan demakchi, ya'ni qizishi. Qazg'andan keyin emgak kuch ketadi, uskuna kuch ketadi, frash bo'ladi, u bu degandek ishlar bilan tanarxi ish bitaylik. Ammo neft zapsi mol, Janubiy Amerika va Amerika eng cho'ng nima shirkat ekan, pay ekan, nima elishga neft ayri shirkatlari bor ekan. Shunda to'g'riliqlik hamda hisobda o'zining davlatining fuqarolariga nisbatan bir boy davlat ekan. Ham bu boy davlat Chavez degan oldingi qitimliq prezidenti 99'da taxtga chiqqandan keyin u harbiylikdan chiqqan, generaldan harbiy o'zgarish qo'zg'ab chiqib keyin o'zi bir prezident bo'lib, o'zini saylab degandek 2006dan tortib davlat qarzga kirib ketgan gap. Qarz kirib ketib, birinchi bo'lib Xitoyga yaqin bo'lib, Xitoydan qarz kelib, hozir Xitoydan olgan qarzi 6,5 milliard dollardan oshadiganligi. Xitoy bu qarzning bedeliga neftni shu qarzga hisoblab setib olganligi to'g'riliq kelishim borligi o'tirdi. Shu Xitoyning bek kuchab ketib, bu da bu yangi chiqqan siyosiy o'zgarishdagi prezidentni qo'llamayotgan shu Xitoy, Rossiya, Iran, Kuba, anan keyin Meksika bor deyman. Anan keyin nima? Meksika bormi bilmayman, o Turkiya. Qatorliq davlatlar hozirgi hukumatni qo'llaydiganligi to'g'riliq. Yangi chiqqan hukumatni qo'llamaydigan Amerika, Kanada, Avstraliya, Yevropadagi davlatlar bu yangi chiqqan 35 yoshlik o'qituvchini qo'llaydiganligini 72 soat bergan oldingi prezidenti hozirgi yurgizayotgan 72 soatda namoyishlar to'xtatmasa, o bo'ldi, bu bo'ldi, alavla degan bir general chiqib, agar kimki o'zining xalqiga qurol tutgan bütün general va soqchilarga xitob qilib, o'zining xalqiga o'q chiqarish to'g'ri bo'lmaydiganligini, xalqqa o'q chiqarmaslikni talab qilish bilan birga, bizning xalqning bir qismi onun uchun bu xalqning normal nimasini qanliq bostirish shaklida o'q chiqarishga, xalq qarta o'q chiqarishga bo'lmaydiganligi to'g'riliq bir xitob qilgan ekan. Onun unumi bo'lganligi tunaganmi 26-yilda Birleşken Milletler Teşkilatı ciddi yig'in ochib, bu nimga qarta qanday tadbir ildiganligini Amerika o'tirib qo'ydi.
Avrupa devletleri 8 gün mühlet berdi, 8 günde qayta saylam ilip beriş toğırlıq. Qayta saylam ilip baranmay imqisa, hazırkı hükümetini qollap, onu itiraf qıldığalıqını. Eğer 8 günden keyinki nimege tayarlıq qılıp, saylamga tayarlıq qılıp, saylam ilip berip, xalq qaysını saylasa, şunu hürmet qıldığalıqa toğırlıq. Bir gep sözler bulawatydy. Demek, Xitay bundan qanday boldy degen biraz jiddileşti. Bu vakadan ciddi. Birisiga Beygen pulu bek jık. Xitay başta anını qıpaqtı keyin qarsa boşap muqimsiz hükümet, jan tatatqa hükümeti qollap qo'ysak keyin pulumuzni qaytarib bermay qolmasin degan şekilde bilgen başka kanallar arqılıq hazırki yeni çıqqan öktüçünü qollaydigan to'g'riliq bir şey bilan bildirib atqanligi o'tirdi. Demek Xitayning bu yak birisiga mablag' masalasi jiq pulu asosliq shu Xitoyning ağanlığı o'tirdi. Ama ağam bilan mo devletni munqariz qilib etganligi, malning bahası o'sib pul paxalligi eshib ketganligi, hozir qamda neftning bahası biroq tushib ketgandan keyin aning neftni qizib bozorga silishi, qazig'ib tanarq bilan eshib tushmaydiganligi. Shuning uchun neft $100 aşağı vaqtida ko'targan bilan hozir neft bo'rg'ilishi, hozirgi bozorga xalqaro tushib ketgan neftning bahası to'g'ri kelmaydiganligi to'g'riliq. Ziyon to'g'riliq bu narsalar bor. Ama yanılam devletinin nima deganda munqarizlikka, diktator şekilde saylamni 4 yillik kentdik. Keyin bu Chaves'ninki Madurno degan chiqqandan keyin 4 yilni 6 yilga o'zgartib ekan. Shu 6 yil birinchi 15 to'shab ekan, saylamdan keyin yana o'zi saylamda bundaq elishiltib yana o'zini saylab olganlik o'tirliq gap so'zlar bor. Onun bir paraxorluq tushgan diktator ekanligini, komünist ideologiyasini, yani Chavez chiqqandan keyin bütün devlet karxanalarini bütün karxanalarni devletga o'tkazib bilib, devletchilikka hammadan baravar tang yeymiz, tang ichimiz degan shaklda o'zi elib bilib, shu shaklda xalq shundan keyin iqtisod tushib, vayronchilikqa yuzlanib ekan. Demak, hozir Xitoyga o'xshash sotsialistik tuzumni o'rnatgandan keyin demak xalq nimasi vayron bo'lgan gap. Onun için hem de bu şekilde Xitaylar bu Sunandaki siyasi özgürlüşünkine Xitayning ichki ishlar torlardan munozara qilmaslik, buni taqatmaslik, buni çoğu o'tirga chiqmaslik to'g'riliq aytib tadbirlarni olib atganligi ma'lum. Chunki Xitoyda agar bu şekilde sizlikning isishi bilan Xitoyda bu şekilde bo'lib hozirgi hukumatni norozilab o'tirgan hammadan Xitoyda bir 5 milyon adam ko'chaga chiqsa, shal bo'lgan yandi u. Adamchi qo'ygan ekan, har bir shahardan bir 1-2 milliondan adam dastlab o'tirga chiqsa, Xitoyni o'rni qo'ygan. Xitoy biladi o'zining unchalik vayron bo'lib ketganligini. Shu hamda uning oldini olish uchun har xil shaklda kent kadrlarini hammani ko'ryapsizlar. Facebookdan uylarga may unni saqchilik ko'tarib kirib xalqlarga qo'llab chiqarib yetib olgan ko'rinishlar bor. Nima degan aldash chog'ani oldida bular iymon qildik deb aldab qilayotganligi, Sharq Turkiston aynamimiz bilgandek qanliq bostirayotganligi, jazolarga yo'q tush, jazolardagi qo'yib berayotgan insonni saran qilib ko'chaga chiqarib yetib olganligi hammamizga aniq bir narsa. Ammo buning bedelini to'laydi Xitoy. Buning bedelini qattiq to'laydi, oshirib to'laydi. Chunki ayadagi mazlumning duosi yomon-ku. Sharq Turkiston turmada izlayotgan, qan yig'layotgan xalqning duosi. 35 milyon xalq. Alloh taolo shu secde qilayotgan musulmonlar uchun bir ikkisining duosini ijobat qilib qo'ysinmi? Inshaalloh Xitoy yetib boshadi. Alloh zolimni o'zining zolim qo'llari bilan halok qilib o'tishga qodirdir. Şu an qarindoshlar, Xitoyning bir şekilde hozir torlarda talay-talish qilayotganlari Venesuelaning buguni Xitoyning atisi degandek yil beshida Amerika boshliq davlatlar mushu Xitoyning bir signal berish uchun Venesueladagi bir nimani o'rnak shaklda ogohlantiryapti. Xitoyning bunga aytdi diqqat qilishi, aytdi bundan tajrib saboq ilishi, demokratiyaga qarab yuzlanishni deb ilgari surish kerak degan shaklda Xitoyning o'zining ichida o'lg'uli bo'layotdi. Inshaalloh Allohning izni bilan qarindoshlar Xitoyning halokatini Alloh
tezleştirdi, tezleşip kaldı, pişip kaldı bu şarayit. Allah'ın izni bilen pat müddette buldu ama biz bunu qanchalik tayyorlik qilyapmiz, qanchalik qila olatimiz, bizning o'zimizning tayyorligi qanchalik, biz o'zimizning vatanni qanday shaklda ilib ola olamiz qo'limizga, biz nima ish qilyapmiz deganni har birimiz o'zimizdan so'rab, buning uchun tayyorlik qilib izlanib tursak, inshaalloh yaxshi bo'ladi deb qarayman. Onun uchun qarindoshlar, bugun programmamiz xabar va muloyiza xabarimiz programmamiz mishada oyoqlashdi. Hammanglarning diqqat berganligiga rahmat. Alloh razı olsun. Agar bu programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, taqdim qilishni unutmang. Hammangizni Janob Allohga topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi